Diqqat xalqim, tezkor xabar. Dam olish kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Dam olish kunlari O'zbekistonda havo biroz bulutli bo'lishi kutilmoqda. Harorat sezilarli darajada pasayadi, salqin ob-havo boshlanadi. Harorat kechalari 18-21 darajagacha, kunduzi esa 32-35 darajagacha, janubda esa 37-40 darajagacha pasayadi. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Bugun 21 avgust kuni kunduzi O'zbekiston bo'yicha havo harorati 36-39 daraja, janubda ba'zi joylarda 41-43 darajagacha bo'lgan issiq ob-havo saqlanib turadi. Respublika hududining katta qismida havo kam bulutli bo'ladi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Dam olish kunlari ko'pchilik viloyatlarda yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Faqat ertaga 22 avgust kuni Farg'ona vodiysining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. 22 avgustda respublika janubida 22-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Respublikaning ayrim joylarida shamolning kuchayishi chang to'zonlar bilan qayd etiladi. Toshkentda havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 10-12 metr sekundgacha kuchayishi shaharning ayrim joylarida chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Havo harorati bugun kunduzi 36-38 daraja, dam olish kunlari esa 32-35 daraja bo'ladi. Harorat asosan kechalari 18-21 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bugun 21 avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.